Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Asakadamiz. Asaka gilam yuvish sexidamiz. Xudo xolasa xizmatlaringga tayyor. Sizlarga bir qator tushunchalarni berib, inshaalloh kimki gilam yuvdirsa, dastavkalari ichida videoda qisqa qilamiz, pastga nomerlarni qo'yamiz. Uyingizdan gilamingizni olib ketib, chiroyli holatda, pokiza holatda yuvib, qaytarib olib borib berishadi. Dastavkalari ichida ukamiz barcha ma'lumotlarni tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Shuhrat aka, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Gilam yuvish korxonamizga xudo xolasa yangiliklarimiz xudo xolasa ko'p, ko'pchilikda bo'ladi. Kim haligi boshqa gilam yuvishlardan afzallik tomoninglar bormi? Afzallik tomonimiz shundaki, qolgan joylarda bilmayman, birovni yomonlashmas, xudo xolasa gilamlarni uylardan olib kelib ibodatga tayyor qilib beramiz. Inshaalloh. Xudo xolasa hozirlarga yuvilish jarayonini noldan oxirigacha tushuntirib o'tamiz hozir. Qisqa qilib videoga chiroyli joylashga harakat qilamiz. Inshaalloh. Hozir endi Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, asakamiz ahli, sizlarga bitta narsani ta'kidlab o'taman. Bu gilamni yuvishda asosiy eng birinchi navbatda bu gilamni yaxshilab yuvib olish birinchi jarayon. Buni ko'rsatamiz mana. Gilamlarimizni mazmun zarinlarni yo'yaptilar.
hozir kartlar urib bo'ldi. Sizlarga aytganman, izimiz. Yo'q. Iz tushib qoladi. Bunda bunaqa iz yo'qolmaydi. Endi 3-jarayon. Ko'pchilik eng muhim joyi mana shu yer. Shu yerga e'tibor beringlar. Ko'pchilik gilamni mana orqa tomoniga e'tibor bermaydi. Bu yerda hozir urgan narsalarimiz hammasi bu tomonga o'tib bo'ldi. Endi bu gilamni biz nima qilamiz? Bu gilamni yarim soatga to'ntaramiz. Buni to'ntarib qo'yib bu yerga ham bir qator gel quyib orqa tomoniga. Mana gellar tayyorlangan maxsus gellar mana. Mana buni sakkitamizda. Yana rotorda ishlaymiz orqasini. Orqa tomonini. Orqa tomonini. Eng muhim joyi shu. Eng hali gilamni rotorimiz. Oldindan mana ko'rdinglar, mana gilamni orqa tomonini ham xudo xolasa shunaqa qilib e'tibor beramiz. Har bitta qarichiga oldi orqasi. Shunda ikki tomonlama yuvilgani uchun 3 martadan ko'p bo'ladi. Bu gilamni ishlab beradigan ekanmiz. Ibodatga tayyor holatda bo'ladi. Siydik, piydik orqasiga o'tgan hamma narsasi chiqib ketadi. Mana bu yoqda kirlar qolgan, qoladi. Ma'lum miqdorda bu yoqdan o'tgan. Hozir bularni suvda yuvib olganimizdan keyin to'ntarib orqa tomon, narigi tomonni yuvamiz. Yarmi. Gilamimiz bu holat orqa tomoniga asl yangi holatiga keldi. Orqa tomonda ham ranglar, har bitta ranglar qizil-qizilga, oqqa, qora-qoraga ajraydi. Orqa tomonga eng e'tiborli joyi asl gilamda shu. Ko'pchilik qaramaydi bu narsaga. Shunga ham e'tibor qaratamiz. Bu tomonni yayamiz. Endi bu tomonga ishlab beramiz. Gilamning ikkinchi tomoni bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin, o'zi kirli anaqasini ham ko'rasizlar. Tayyor qilgan maqolalar. Mana ko'ryapsizlar, bizda buni rasxoddan qochishi yo'q. Bunga hech qancha rasxod minmaydi, orqa tomonini yuvsa. O'zi 2 bet bo'ladi, lekin biz har bitta gilamni orqa tomoniga ishlab beramiz. E'tiborli. Ha, e'tibor beramiz. Bu haligi hozirgi ko'p joylarda videolarga qilinayotgan videoda shunaqa ko'rsatishadi. Lekin xudo xolasa hamma gilamga shunaqa e'tibor beramiz biz. Mana oxirgi jarayoni bu. Mana ko'ryapsiz, 3 marta gellangan. Gel asosiy bu narsani kirlarga chiqaradigan asosiy bizning hamkorimiz. Asosiy hamkorimiz. Bu ham ko'rsatib qo'yish mumkin. Mana Compax kompaniya. Bu narsani bitta bundan emas, mana yerda mana Force degan narsasi bor. Bunaqa aralashmalar, kimikalar, bu gilamni tolalariga ziyon qilmaydi bu narsa. Bular endi biz ishla boshlamasimizdan oldin hamma narsani o'ylab qolib, mashinaga olib kelingan kimikalar bo'ladi. Mana bu yo'llarning ikkinchi tarafi. Mana yana bitta muhim jihat. Tashqi vabra bo'ladi. Buni ichidagi endi qolgan yo'q, lekin yana bunda mana gilamdan chiqayotgan suvni bir videoga olib qo'yadi. Ko'ryapsizmi oqligini? Shunaqa holatga kelgungacha yuviladi gilam. Gilamimiz oppoq bo'ldi. Gilamni ochilganini qaranglar. Ochilganini ko'ringlar. Yig'ishtirib, endi sentrifuga degan apparatimiz bor. Yana ham bir anaqasi. Bu gilamimizni 97% xudo xolasa qurib beradi. Shuni mana endi bunga apparatga solish jarayonimizni ko'rasiz. Mana apparatda ham ba'zan boshqa qanaqa ochiladi. Xo'p, keling. Mana apparatimiz yopilyapti.
kelsangiz, mana hozir eshigini ochyapmiz. Gilamimiz aka. Gilamimiz quruq. Voy, mana. Tashti quruq. Orasiga salfetka solsangiz, ozginaga nam bo'lib qoladi. Lekin bunda nam bo'lmaydi. Qurib qolibdi o'zi. Tashti quribdi. Tashti quridi. Malades. Endi buni mana shu shulkamiz bor. Bundan chiqqandan keyin ham shu shulkamizda xudo xolasa qurigan holatigacha qarab, kimdir vaqt qo'yib ovuraveradi, boshqa bo'ladi. Bunda hidlanib qoladi. Aha. Bu 100% quruq, har bitta tolasi quruq bo'lgungacha ana shu yerda hozir ko'rsatamiz. Shu joyimizda quriydi bu. Mana bu ilinayotgan jarayonimiz. Yangi o'palar ekan, gilam. Endi shunataga bu gilam ilim bo'ldi. Qo'lim bilan tugadi emas. Bu yerda ishchilarimiz bor, ishlaydi. Nazoratimdan o'tadi har bitta gilam ilingandan keyin. Har bitta joyiga men qarab chiqaman. Aha. Qayeri qanaqa yuvildi? Toza bo'ldimi bu gilam? Aha. Toza bo'lmadimi? Agar toza bo'lmaydigan bo'lsa, klient oldidan qaytmaydi, xudo xolasa gilamimiz. Mana shu yerda o'zida yuvilish xonamizga yana qaytib boradi. Aha. Mana endi bu shulkani bu tomonlarga olib qo'yamiz. Bundan tashqari nafaqat gilam emas bu yerda bizda. To'shak, ko'rpa, adyol, parda. Boshqa narsalar yuviladi. Xudo xolasa. Hamma narsamiz mana ilingan holati, mana pardalarda ilingan holatini ko'rishingiz mumkin. Narxlari bilan tanishtirib o'tadi. Nech puldan yuvyapsizlar, nech puldan olib kelib, olib beryapsizlar, barchasini tanishtirib obunachilarimizga. Xo'p, aka gilamlarimiz mana yo'l jarayonini ko'rdingiz. O'zingiz boshidan A'dan B tochkaga bo'lganligini o'zi jarayonda ustida turdingiz aka. Bu gilamlarimizni kvadrati gilamning kirlik holatiga qarab turib, gilamning narxini biz aniq qilib qo'yganmiz. Qilayotgan ishimizga qarab. Xo'p, 12 ming so'mdan 16 ming so'mgacha bo'ladi. Gilamimiz kvadrati. Mutaxassislarimiz borishadi. Telefondan bog'langandan keyin borib gilamni ko'rib, iloji boricha hamyonbop narxda olib kelishga harakat qilamiz aka. To'shaklarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Yuvilgan jarayon. To'shaklarimiz akajon 40 ming so'mdan. Beta to'shak. Xudo xolasa siz obunachilaringiz bizga telefon qilib, shu kanalda obunachiman deydigan bo'lsa, mana shu gilamlarimizni 35 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa. Siz obunachilaringiz uchun. Inshaalloh. Xo'p, bundan tashqari ko'rpamiz. Ko'rpa 60 ming so'm. Adyol 60 ming so'm. Yuviladi. Parda kiloga yuviladi 25 ming so'm. Kiloga parda. Kilosi, pardamiz kiloga yuviladi. Endi mana narxlarni sizlar bilan tanishtirib o'tdim. Yana bitta anaqasi, bu adyolni pardani qanaqa apparatda yuvasizlar degan savol kelib chiqadi bu yerda. Shu apparatni ham sizlarga bir qator obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Zo'r. Endi mayli fotolar bilan. Xo'p, aka, bu mana o'zim xudo xolasa qo'llarim bilan buni olib kelib endi ishlagan zavod holatdagisi. Buni olib kelib bir qator ko'rni remont qilib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qildik. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Parda to'shak yuvadigan mashina? Parda bilan adyol mana shu narsada yuvadi. Mashina ichida. Endi o'ta nozik buni anaqasi ko'tarmaydigan pardalar bor, yetilib ketadigan pardalar bor. Bu mana zavod holatdagi LG firmasini 20 kilolik kir mashinasi bo'ladi, shunda yuviladi. Mana shu ikkovi. Bo'ldi. Xullas kalom, qadrli obunachilar, barcha narsalar bilan tanishib chiqdinglar. Pastga nomerlar qo'yamiz, bemalol telefon qilib qanaqa savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Sizlarning xizmatlaringda, xudo xolasa. Avvalo sizga ham rahmat aka, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.